Salom. Yaxshi to'dinglarmi? Bugun biz uzunroq bir gap qilib qoldiq o'xshayman, lekin mening degan bugungi mush vlogimni bir serib etmay bir ko'ringlarman sizlardan bir o'tinib qolay bugun. Men akşam xeyli jiq materiallarni izladim, hamda izlanib shunday bir gaplarni sizlarning huzuringizga sunqim keldi. Aflatun Həmmənlər tanışlıq bir isim bu. Yəni miladiyyədən ilgirki 227-347 illərgacha yaşagan qadimki Yunan danlıq faylasufı Sokrat, Aristotellar bo'lib mushular Yunanning 3 atamani deb atalgan Aflatonning mundaq bir gapi bor ekan. 所有的蠢笨的妇女都应该经过在修道院，性格高尚的人才能给予闺房的配置。每一个聪明才慧的姑娘都能得到健全的男人。若如此不需要多少日，一个伟大的时代必会来临。Yani barliq ahmaq ayollar monastirga band qilinish kerak. Faqat aqlliq oliyjanob ayollarla loyiq tanlash yoki yotliq bo'lishga haqliq debdi-da. Agar ayollarning hammasining mushundaq aqlliq bo'lishiga bek uzun vaqt ketmasa, demak texmi gullangan ulug' bir davr yetib kelish oldida turdi deganki. Men gaplarni tushunasizlar-ku. Anandan keyin Germaniya faylasufi Arturning mundaq bir gapi bor ekan. Ahmaq ayol bola tuqqanda qashonliqni, dutligini balasiga irsiyat qoldirdi. Shuning bilan barliq puxralar bargan sari ahmaq bo'lib ketadi. Agar yiltizidan ko'payish manbasidan amal qo'llansa, xalqning aql parostini oshirg'ili, xalqning boyligini zo'raytqani bo'ladi deganki. Ko'payish manbasidan degan gap ayollarningki do'tliga irsiyat qoladi. Undaq bo'lsa, aqlliqligini irsiyat qoldirish uchun avval ayollarni aqlli qilsak degan gap. Artur Germaniyaning faylasufi. Tunislarga Arturni anglagan bo'lishinglar mumkin. Ondan keyin davlatimizning dangliq olam qatnashi otisi Rakita Shahi Dunyoga dangliq olimimiz Chen Shuosun apandimning mundaq bir gapi bor ekan. Bir millatni parchalamoqchi, vayron qilmoqchi bo'lsangiz, avval erlarining mag'ruri, jigri, jasoratini yo'qotib, ayollarning or-nomusi, axloq fazilati, safosini vayron qilibetsingizlar, necha avlod o'ngshab bo'lmaydigan bo'shliq dunyoga keldi, barliq keldi deganki. Ya'ni 想要瓦解一个民族，只要抽掉男人的脊梁和血性，拿走女人的廉耻和善良，社会风气坏了，几代人也难以修复。Chen Shuosun mush gapini anglagan bo'lishinglar mumkin. Yana birsiga O Yangshu ne tunasizlarmi? Asli ismi Yangshu, laqabi Mast. Ya'ni Shimoli Sun sulolasi davrida o'tgan adib tarixshunos Siyosyon O Yangshu mushta deganki. Ayol kishining ziyniga uchirgan erlarni jondan to'yibsa, ayol kishiga mast xush bo'lib ketganlarni jondan to'yibsa deb Tang sulolasi Gavzudan Jongzonggacha ikki qitim ayol kishi sababidan balo qazoga uchirdi. Shuanzongmi ayollar sababidan mag'lub bo'ldi deb qarab, ayollarning yomon ta'sirini ta'kidlaganki. Uningdan sir Samuel Semlesning mundaq bir gapiga. Balani qimmati yo'q nodon dut bir ayolga holidan xabar elishga topshirib berish, keyin necha avlod har qanday madaniyat tarbiyasi beribmi sizning o'tkazgan xatoligingizning o'rnini to'ldirammaydi deganki. Samuel Semles Angliyalik Shotlandiya yozuvchisi, hukumat islohotchisi, ya'ni axloq islohotchisi degan ulug' nomlar bor odam shu mushundaq ta'kidlaganki. Endi men mushu gaplarni nimishqa dedim. Necha kundan buyon mush to'g'rida bo'lib atgan jidal majralarga garchi ishtirok qilib naq maydonga tushib qatnashmagan bo'lsam-mu, sirtdan ko'rib turib atatdim. Hatta mushu bo'lib atgan ishlarning, mushu o'zgarishlarning boshqa yomon g'arazlik allarning maqsadlik holda o'ynayotgan o'yini ekanligidan tortib, bundan keyingi yoki hozirgi avlodlarga, bolalarga berayotgan yomon ta'sir to'g'riliq har qaysi qatlamdagi odamlar o'zining fikrlarini bayon qilib chiqyapti. Albatta to'g'ri bu narsalar
chiqib yurayotqili tunugin bugün emas, pek uzun bo'lib ketdi-ku, men demisam-mu, hammamizning qo'lida yonfon bor ko'rib turyapmiz. Endi oqsham kechda yana shundaq bir mazmunni serib qilib, necha kunning yog'izi meni 100% diqqatimni tortib ketamagan bo'lsa-mu, asta davatgan bir nuqtadan ajoyib izlanishga bir kichikkina bo'lsin bir material ko'rib baqay deganni qilib, mana boyiqi narsalarni ko'rdim ham tarjima qilib asosan sizlarning huzuringizga bir aqir sunib chiqdim. Nima demoqchi? Akşam kechda yana bir narsa serib qoldim. Ashundaq girim qilishni o'rgatamdi yo bu girim qilamdi, o'z girimchikmi bilmadim. Xonimmi, apandimmi, teximi bilmadim. Hamda shundaq butun yerni jiron qilib aytgan birisi biraylan bir qirg'iz adimiz bormish to'rda. Ancha-muncha o'zining ashi yerlik quloq yiqishliq non tili bilan lam mushundaq shu qo'yib ashundaq ilaqi payxoy funsullarga so'zlab qo'ydi bu adimizmi-chu? Gaplari xato emas, anglasanglar shunda to'g'ri gap qildi. Musha adimizga qaytirma zarbisi ishlagan blogini chiqarib qo'yibdi-da. Shuning bilan buning gaplarini anglamadim. Men bunday gaplarni unda odamlarning gaplarini anglashni yaxshi ko'rmayman. Men ham ularga hech qanday baho bermayman. Menda ularga baho berib ketkerak unchilikmi cho'ng saviyam yo'qdi. Men bola tarbiyalatyapman. Men qo'rqaman bak chiqishlardan ansirayman, tashvishlanaman. O'zimning turmush tashvishlariga eng zo'r birinchi o'rinda shuni qo'yib olma. Unda bo'lgandan keyin ostidagi inkas rayoniga kirdim. Mayli Shipinxodagi, mayli Doyingdagi yaqindagi mushu voqealar, mushu ishlarningki ostidagi inkas rayoniga qarayapman. Ayollar. Butunlay ayollar qo'llayotgan. Ayollar deb bularni yaxshi ko'rib, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Ular gap qilmang, ular bilan koringiz bo'lmasin. Ashundaq gap qilayotganlarni, tillayotganlarni azarib mushlarga tarbiya qilayli deb ahonat qilsin, o'shqib tarbiyasi bo'lsin devatganlarni tillayotganlarni ayollar. 98% ayollar. Men yuqorida deb aytib ketgan gaplarni xapolmaymish ayollar bir anglanglar, döt ayollar. Aqlsiz ayollar anglanglar. Siz bilan bizning zimmamizga yük siz o'ylagandeklar emas. Hozir ko'ryapmiz jamiyatda biz ayollar bizning hozirgi birdan bir vazifamiz nima? To'y, tug'ilgan kun, chiroyli bo'lish, qo'riq yo'qotish, yosh ko'rinish, yashidan cho'ng'igacha urug'lash, yaxshi ertanlash, uchinchi shaxsning yuzini mo'rlash. Balığı gayri isim qo'yish, hech kimga o'xshamaydigan eng chiroyli ismni tepib qo'yib berish. Balığı moda kiyim kiygizish, usul o'yintish, titayda mangdirish. Badi keldi, gap so'z g'iybat. Kim nimish qilyapti shuni qarash. Eng qisqasi yosh qizlarimiz sizlarda shu Kardashianni yaxshi ko'rgan qizlar bek chiqqan-ku, shu bo'yicha yasinib boshqalar Kardashian. Men bu Kardashianni men uqmaydim-ki. Men faqat chiqib ashta bir chiroyli ayolni aytib, tannoz bir ayol deb bilatdim. Men tunugun kechda to'xtab turam, shu Kardashian nima kim o deb bu to'g'riligimizdan baqdim. Bu Yevropadagi bu Kardashianmi seriq film ishlash orqali tonilgan cho'lpanki. Qanchalar bilasizlar shuni? Boshqani qo'yib turaylik. Bizning ayollarning hozir zimmamizga vazifamiz shu. Boshqa hech qanday ishimiz yo'q. Ayollar ha qilib shularni qo'llab chiqarayotganmi ayollar. Nachar ishlarni birinchi bo'lib to'rayotgan ayollar. Qig'liq qo'sib qinimizga, terimizga patmayapmizki, baslashish, kiyim kiyish, oltin taqash, nur kiyish bizning hayotdagi nishonimiz shu. Bizning tangdan to'limish döt ayollarning xiyolidagi bola tarbiyalash nima? 3 vaqt tamoqini berish, qo'sqini to'yg'izish, kiyim kiydirish, maktabga berish, yaxshi o'qib, natijani yaxshi ilib kelishdan iborat boshqa narsani o'ylashmadik-a? Biz ayollar o'zimizni aqlli qilmay turib, o'zimizning safarimizni o'stirmay turib, hech qandaq narsa yaxshi holatga buningdan keyingi holatlar yaxshilab qarab yuzlanmaydi. Zavolliqqa mengayotdi. O'zimizningki majburiyatimizni yomon mishinchilik o'ylab, mishani ko'ryapmiz, miyani ko'ramiz.
İçlerim içip ketdi, eliq pinglullarni o'qib, xeyli bir voy, bir tirishib yo'l tepib, pul tepib, xeyli bir nimani bilguchiligi bor degan bir toniydigan bir ayollarmi shu tillagan hadimizni tillab degan mushtikuriklarni chachirtib yezib ketdi inkaslarni. Bir kunlarda mushu qilgan bugungi nodonligimiz, dutligimizning javobini berish uchun o'zimizni qo'yadiganga yer topolmay, shu vaqtda ondan bilamiz. Qanchalik darajada nodon, qanchalik darajada sabosiz, qanchalik darajada qaloq ekanligimizni. Ay bir dunyo qarshinglarni sog'lom, qimmat qarshinglarni sog'lom qilib etinglar ayollar. Mush hozirgi yosh qizlarning tug'mayman degan shunday qo'sh qo'llab men zodi tug'manglar. Üzənglardan ötə əxlətlərini tug'ib etisizlər. Tug'manglar, undaq balalar davlatimiz, vatanimiz, dunyoga hech şeyga kerak emas. Juk. Xalqqa juk undaq dötlər tuqqan balalar. Tug'manglar bo'ldi. Üzənglar bilan yiltizidan, debdi o Artur yiltizidan qilish kerak. Shu üzənglar bilan ketsin. Nadonliqinglar, dötlikinglar. Yoki bo'lmasa to'g'rilanglar. Bütün narsanglarni to'g'rilab bo'lib, ideyalarni pokizlab bo'lib, o'zinglarning aqliy iqtidoringlarni ko'tarib bo'lib, IQ-ringlar, jishanglar, chingshanlaringlarni yuqori ko'tarib bo'lib, ondan keyin tug'inglar. 40 kirsanglarmi, probrikada yetildirsanglarmi, shu vaqtda tug'inglar, men o'tinib qolay. Mening balki hayajonlanib nim bo'ldingiz, marhaba, bugun nim bo'ldi, men Miranda deyishinglar mumkin. Uf, deb ketdim, ichim qaynab ketdi. Material ko'rib ancha-muncha o'zimning saviyarimga tushib qoldi. Men o'zimni voy demadim. Mushu hech bo'lmasa qaysi to'g'ri, qaysi xatoni bilguchiligim bor. Shunchalik bir tarbiyani berib ota-onamning meni mushunchalik tug'ib cho'ng qilganiga xush bo'ldim. Har qanday bir yangilikni haq ko'z tutish uchun qabul qilib kelyaptimizda. Quruqni do'raymiz. Mohiyatini tushunmaymiz. Quruq qipini do'rib olsaqlar, bizdan nocha odam yo'q. Men yana bir qitim askartib qo'yay. Maqabaq kallanglarni xapanmay yininglarga ep qo'yib, uzun bir o'ylash beqanlar. Ma'qulmi?